qadrli bizni kuzatib obunachilar mana shu navbatdagi zakazlarimizni o'z egalariga olib kelib topshirdik. Egalar talab istaylariga qarab egalar bo'lamiz. Karakli rangdagi eshiklarimiz. Bu yerga biz 3 dona eshik qo'yishgan. 4 dona ram qo'yib berganmiz. Eski eshiklarni buzib yangi zamonaviy bo'lgan bunday eshiklarni qo'yib berdik. Bu yerga 3 dona eshik, asliga ko'rsataman. Bu yerga 3 ta eshik, tashqarida 4 dona eshik qo'yib berganmiz. Xo'p, bu yer uyimiz tashqi tarafi. Uyimiz tashqi tarafiga 4 dona ram qo'yib berganmiz. Bu yerda yana 3 ta romimiz bor. Uchalasi hammasi roli qilib oq aynalar solib, ichkari yorug' tushirish uchun qo'yib berdik. Bemalol murojaat qila olasizlar. Telefon raqamlaringizni pastga yozib qoldiramiz. Bemalol Telegram orqali, WhatsApp orqali murojaat qilsanglar, bundan ham boshqa fasollar tanlasanglar, ashunga qarab hisoblab beramiz. Hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.